46. savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, tarovih namozida har 2 rakatdan keyingi dam olish paytida Allohumma salli alani o'qishni bid'at deyishdi ekan. Bundaq deyishning shar'iy asosi bormi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tarovih namozida har 2 rakatdan keyin emas, har 4 rakatdan keyin durud aytish sunnat emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni tarovihning 4 rakat arliqi demagan. Shundaqla bu bid'atmi emas, balki joiz ham mustahabdir. Chunki tarovih namozining arliqida biz har qanday ibora bilan tasbih yoki zikr qilsak, joiz ham mustahab bo'ladi. Bu xil shaklda tasbih aytsaqmi, joiz ham mustahab bo'ladi albatta. Chunki bu har qanday ahvolda zikr tasbih aytishga buyurib kelgan oyat hadislarning mazmuniga uyg'un keladi. Lekin buni sunnat deb atalmasaqli bo'ldi. İmam Kasani mundaq deydi: Tarovih namozining mustahablaridan yana imom har 4 rakatni o'qib bo'lganida 4 rakat miqdori o'ltirib tasbih, tahlil, takbir va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durud aytib duo qildi. 5-4 rakatdan keyin 4 rakat miqdori kutib turdi. Chunki bu salaflardan kelgan. Bu vaqtda buni fatvodan foydalanaysiz.